boshqa. Mana tugatdik terib, ko'rgizlarga baho berasizlar. Banamiz bir o'nga 220, buni kvadratini 130 mingdan terdik. Ko'rgizlarga baho beringlar. Stiklarni qarang, cho'tki. Zakonni qilib terdik, onları burchakcha yasadik. 45 gradusga chiqarib zakonni qildik. Fugas qolgan, faqat fugasni endi qilamiz. Mana uni 45 qilib yasadik. Bu tarafni ko'rsatay. Qana olguncha yaxshi bo'ladi. Shu 45 gradus qilib yasadik. Zakonni chiqdi. Polni tirab qo'ydik. Tirabga ham suv kechishlari cho'tki. Astronomlari ham qo'yorsa ketadi. Qo'yorsa yumalab ketadi. Berga ham tirab qo'ydik. Aldan yuvinib chiqqandan keyin mehra suv to'kilishi mumkin. Bunaqa teshiklar 1, 2, 3, 4, 5 ta teshiklar donabay hisoblaymiz biz. Bunaqa teshiklarni donabay hisoblaymiz. 45 gradus fazga urishlarni, 45 gradus fazga urishlarni metriga hisoblaymiz. Buni metri 40 ming. Mana teshikning donasi 35 ming. Hozir fuga qilish qolgan. Girdiga skoch yopishtirib fuga qilamiz. Fuga qilgan jarayonni ham olamiz. Nasib bo'lsa ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Patolog plastik